Bundan bir necha kun oldin Tiko avtomobili bilan Qashqadaryodan Turkiyaga yetib borgan yigitlar haqida xabar bergan edik. Bugun esa biz ular bilan bog'landik va bir qancha qiziqarli savollarni berdik. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Fazliddin, Qashqadaryo Shahrisabzda yashayman. Va nihoyat O'zbekistonga mana shu Tiko bilan keldik. O'sha mashhur Tiko mana shu bo'ladi. O'zbekistondan Turkiyaga Tiko borib keldi. Tabriklasanglar bo'ladi. Kommentariyaga juda ko'p savol keldi. Gruziya o'tkazmaydi, ya'ni Turkiyaga bora olmaysiz, qaytib kelasiz. Tiko'z buziladi, ko'p buziladi deb savol berishdi. Lekin men Tikoga ishonaman, sababi o'zim ancha rasxod qildik va zapchaslarini noldan yig'dik. Tiko haqiqatan borib keldi. Gruziya masalasiga keladigan bo'lsak, Gruziyaga hech qanaqa muammo bo'lmadi. Ko'pchilik negativ yozishdi, o'ta olmaysan. Katta blogerlar ham yozishdi, o'ta olmaysan deb. Biz o'tdik va epladik, uddaladik. Bunaqa sayohatni rejalashtirish fikri qayerdan paydo bo'ldi? Oldindan borish niyatim bor edi Turkiya bilan Batumiga, ya'ni Gruziyaga. Ko'p blogerlar kira olmadi Gruziyaga. Kirgizishmaygan deb aytishdi. Men shu narsani o'zim sinab ko'rdim va uddaladim. Tushunarli. Nega aynan Tiko bilan yo'lga chiqishni tanladingiz? Masalan, boshqa mashinalar ham bor edi-yu, Nexia 2 yoki Matiz bo'lishi mumkin. To'g'ri, Nexia 2 yoki boshqa mashinalar bilan borishda imkoni bor edi. Bizga auditoriya qiziq bo'ldi va auditoriya yig'ish maqsadida Tikoni tanladik. Tiko eski mashinaligi uchun ko'pchilikga qiziq bo'ladigan g'oya bilan chiqdik yo'lga. Safardan oldin Tikoga qanaqa tayyorgarlik ko'rdingiz? Qanaqadir zapchaslarni, nimalardir qo'ydingizmi? Safarga chiqishdan oldin biz 3 oy tayyorgarlik ko'rdik. Tikoni 3 oy davomida hamma zapchaslarini noldan yig'dik. Yo'l davomida Tikodan qanaqa kutilmagan syurprizlar bo'ldi? Tiko bilan Xudoga shukr ko'chada qolmadik, lekin qolishimizga ozgina sabab bor edi. Nimaga desangiz, pachiniga ketib qoldi Tikoni. Tikoni pachiniga bizlarni qiynadi, chunki boshqa davlatlardan topish qiyinroq. Chunki Tiko eski mashina, to'g'risini aytaman. Pachinigini bir amallab topdik, to'g'risi. 2 kun vaqtimiz ketdi topishga. Yo'lda sizni ko'rgan haydovchilar va odamlar qanaqa reaksiyada bo'lishdi? Reaksiyada juda zo'r bo'lishdi. Hammalari signal chalib, poddeshka qilib, qo'ldan kelgancha yordam qilishdi. O'zbek xalqi, nafaqat o'zbek xalqi, butun dunyo, misol uchun deylik, Turkiya, Batumi, biz qiynalmadik. Barchalariga rahmat deb qolamiz. Bizlarni kuzatayotgan auditoriyaimizga. Turkiyaga yetib borganingizda birinchi bo'lib nima qildingiz? Turkiyaga yetib borganimizda birinchi bo'lib qiladigan narsa Aya Sofiyaga kirish meni orzum edi. Aya Sofiya masjidiga borib kirdim va orzularimdan biriga erishdim. Tiko bilan buncha masofani, ya'ni 7000 kilometr masofani bosib o'tishning imkoni yo'q deydigan odamlarga fikringiz qanaqa? Harakat qilsa, hamma narsani uddalasa bo'ladi. Eski mashina ham, yangi mashina ham bir xil manzilga bora oladi. Eski soat ham, qimmat soat ham bir xil vaqtni ko'rsatadi deganlaridek, Tikomiz ham uddalaydi. Keyingi katta rejangiz qanaqa? Yana shunaqa sarguzashtli sayohatlarni kutamizmi sizdan? Albatta kutamiz. Keyingi sarguzashtimiz Amerika bo'ladi. Amerikaga borish meni orzuyim. Xudo xohlasa, Tiko yoki eski mashina bilan boramiz Amerikaga. Yo'lda qaysi davlatlarda qiyinchiliklarga duch keldingiz? Davlatlardan Rossiyaga qiynaldik. Viza karta ishlamadi va nomer olish muammo ekan. Ya'ni SIM karta ishlamadi. Ko'pchilik Gruziyani qiyin deydi. Gruziyada qiynalmadik. Yaxshi o'tib ketdik. Keyin hammani qiziqtirgan yana bir savol bor. Sayohatingiz davomida qancha pul sarfladingiz va aynan nimaga ko'p pul ketdi? Sayohatim davomida 5000 bilan chiqqanmiz. 4000 общий расход ketdi umumiy. Yoqilg'iga $1000 ketdi borib kelishga va qolgan mayda-chudalar o'zimizda endi sovg'a salom uyga, xo'p, mehmonxona, gostinitsa shularga ketdi. Tushunarli. Fazliddin aka, studiyamizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizdan keyingi sayohatlarni ham kutib qolamiz. Rahmat hammalaringizga. Avvalambor bizlarni shunaqa chaqirdinglar, hurmat qilib, barchalaringizga rahmat. Qashqadaryo olg'a. Sizga ham katta rahmat.